Xo'p, assalomu alaykum oqdaryoliklar va Abdulloh followers tarafidan mana shu gulni bugun eng baxtli insonga topshiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Hormang. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Mana shu gulni sizga topshiramiz tantanali ravishda. Bugungi bayram evaziga. Xursandchilik. Xo'p, oqdaryoliklar haqida bitta fikringiz. Katta rahmat sizlarga. Hammaga rahmat. Shunday bayramlar tashrif qilganlarga rahmat. Birinchi o'rin sizlarga ham katta rahmat. Shaydagi kattalarga hammasiga rahmat. Yoshlarga nima maslahat berasiz? Yoshlarga o'qisin. Oilasiga, ota-onasiga yaxshi farzand bo'lib yetishiga tilak beramiz. Aytganingiz kelsin, farzandlaringiz ham o'zingiz aytgandaqa yoshlar bo'lib kattadi. Toshkentda o'g'lim bor, agar ko'rib turgan bo'lsa, yaxshigina chempionat bo'lib kelsa, mana shu anamizga, O'zbekistonimizga xizmat bo'ladigan bola yetishiga tilak qo'shaman. Xo'p, omadini bersin. chempion bo'ling aka, onaxon zo'r duo qilyapti. Mehnatni ham qilyapti. Toshkentda o'g'lim chempion bo'lib kelsa nasib qilsa, 26-yil. Shunda baxtiyor zafar. Bo'ldi. Farzandlaringizga archana salom yo'llaymiz. Ola charchamang, bayramni yaxshi o'tkazing. Hammaga rahmat, bizdan qisqacha kontent.